Qabristonga hech borganmisiz? O'zingiz yaqiningiz bo'lsin yoki biron uzoqroq tanishingiz bo'lsin dafn qilgani. Kelinglar, biz siz bilan qabriston ustidagi ko'rib turgan holatni va qabr ichidagi holatlarni bir gaplashamiz. Qabriston ustiga qarang, kimdir yig'layapti, kimdir o'zida yo'q, kimdir bir stress holatda, kimdir parvo qilmayapti, kimdir changdan yuzini to'sib olgan yoki burnini to'sib olgan. Kimdir to'yga ketayotganda bir ro'zg'orga o'tib ketay deb ketgan. Yoki kimdir nima g'am bilan yotibdi. Qabr ostida-chi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Kimdir savol javob qilyapti. Robbim Alloh deb, payg'ambarimiz Muhammad deb, yoki kitobim Qur'on, dinim Islom dini deb. Lekin kimlardir bilmayman, deb azoblanib yotibdi. Tepada kimlardir beg'am, lekin qabr ostida bo'lsa, kimlardir qachon qiyomat bo'larkin deb yotibdi. Ba'zilar bo'lsa, qaniydi qiyomat bo'lmasaydi deb yotibdi.